Dunyodagi eng reytingi past aviakompaniya Wizz Air bilan hozirgi paytda uchish arziydimi? Bu aviakompaniya o'zini ishchilarining muomalasi bilan, bagaj normalari bilan va bortdagi noqulayliklari bilan juda mashhur. Lekin ko'pchilikni bu aviakompaniya narxlari bilan jalb qiladi. 20-30 dollarlik biletlar bu aviakompaniya uchun oddiy holat. Men bo'lsa Madriddan Budapeshtga Wizz Airdan aviabilet sotib oldim. Keling parvozim qanday o'tganini ko'rib chiqamiz. Aviabiletlarning narxi oxirida. Aeroportga kelishim bilan reys 1 soatga kechikkanligini bildim. Bu Wizz Air uchun oddiy holat ekan va 1 soatdan keyin muammosiz bortga o'tirib uchib ketdik. Bortdagi muammolarga kelsak, sideniyalari hamma low-cost aviakompaniya kabi noqulay, joylar juda ham tor va ovqat, ichimliklar narxi juda qimmat. Xullas, arzon narxiga yarasha desam bo'ladi. Shu holatda 3 soat uchib nihoyat Budapesht shahriga qo'nib oldim va bu aviakompaniyaga 10 dan 4 ball qo'ydim. Bu aviabiletimning narxi esa 50 dollarga tushdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu aviakompaniya bilan komfortni unutib arzonga uchish arziydimi?